Ustozlarimiz tomonidan jo'natilgan savol ekan, ushbu savolga javob berishga harakat qilamiz. Quyida maktab o'quvchilarni fanlar bo'yicha yakuniy imtihondan olgan baholari ko'rsatilgan. Demak, jadval berilgan. Shart berilyapti. Bahosi 80 balldan yuqori bo'lgan ayol o'quvchilarning tanlash sinovi natijalari to'g'ri ko'rsatilgan javob variantini tanlang debdi. Bu yerda e'tibor berib qarasangiz, ikkita shart berilgan ekan. Shartga javob berish natijalari uchun kod berilgan. Demak, ikki kodi nimani bildiradi? Demak, ikkita shart ham nima bersin? Ikkita shartga ham javob bersin. Bir, bu bitta shartga javob bersin. Nol esa ikkala shartga ham javob bermasin. Shartni o'zi qayerda? Yuqorida shart mana. Birinchi mana bahosi 80 balldan yuqori bo'lgan shart, bitta shart. Ikkinchi shartimiz ayol o'quvchilarning deyilgan. Demak, ayol o'quvchi bo'lishi kerak ekan. Demak, bularning erkak yoki ayolligini nima qilamiz? Ismidan ko'rib olamiz. Endi javoblarga keladigan bo'lsak, mana bir qo'yilgan, 2, 3, 4lar qo'yilgan. Bular o'quvchilarning tartib raqami mana 1, 2, 3, 4. Boshladik yana birinchi. Alisherni qo'yib ko'ramiz. Alisher, demak, bu ikkinchi shartga nima bo'ladi? Javob bermaydi. Chunki bu erkak kishi, ayol kishi emas. Matematikadan 85 olibdi. Demak, bu nima? 80 balldan yuqori. Demak, bu shart bajariladi. Demak, bunda nima? Bitta shart bajarilmadi. Bitta shart bajarildi. Demak, mana bu yerga yozamiz. Bitta shartimiz bajarildi. Keyingisini ko'ramiz. Madina. Demak, Madinada nimadi? Bitta shart bajarilyapti. Informatikadan 78 ball olgan. Demak, bu nimadi? 78 katta emas 80dan. To'g'rimi? 78 katta emas 80dan. Buni bunday yozaylik. 78 kichik 80dan deb yozaylik mana. Demak, bu ikkinchi shart nima bo'ldi? Bajarilmadi. Bunda ham bitta shart bajarilyapti. Keyingisi Jahongirni ko'ramiz. Jahongir, demak, bu erkak kishi bo'lgani uchun bu shartni qanoatlantirmaydi. Buni olayotgan baliga e'tibor beradigan bo'lsak, bali nimadi? Bali 92 bal ekan, bu 80 balldan yuqori. Demak, bu ham shartni qanoatlantiradi. Bitta shartni qanoatlantiradi. Keyingisi to'rtinchisini ko'ramiz. Demak, Shahnoza. Shahnoza demak ayol kishi. Bitta shart qanoatlantirilyapti. Matematikadan 88 ball. Demak, bu 80 balldan yuqori ball hisoblanadi. Demak, bunda ikkita nimada shart ham bajarilyapti. Ana bizda jadval hosil bo'ldi. Alisher bitta shartga javob berdi. Madina bitta shartga javob berdi. Jahongir bitta shartga javob berdi. Shahnoza esa ikkita shartga to'liq javob berdi. Endi shularni topamiz. Demak, birinchi bitta shartga, mana bu javoblarning ichidan o'shani qidiramiz. Birinchi bitta shartga mana to'g'ri bu. Ikkinchi bitta shartga yo'q, bu yo'q. Birinchi bitta shart mana bor ekan. Birinchi bitta shart. Demak, bunda ham ikkinchi nol deyilgan. Demak, bu yerda to'g'ri javob yo'q. Demak, to'g'ri javobni endi o'zimiz tuzib chiqamiz. Birinchi bitta shartga, ikkinchi bitta shartga, uchinchi bitta shartga hamda to'rtinchi ikkita shartga nimadi? Javob beradi. Xuddi mana shu tarzda ishlanadi ushbu savol. Javob shu.